Oldingi kelgandagi holatizdagi diagnozimiz F72 edi. F72 edi. Xo'p, hozirgi diagnozimiz alhamdulillah Xudoga shukr ZPRga tushdi. ZPRga tushibdi. 2 oyda hali apparatlarimizda lecheniyalar qilmasimizdan turib Bittani o'zida. 2 oylik назначение dori yozib bergan. 1 oy qilib ketdim. 1 oylik даже. 1 oylikda. 30-da boshladim ichirishda. Как раз bugun Mana 30da yetib keldim. Mashalloh. Endi rezultatlaringiz qanaqa edi bolangiz? Men hali bolangizga miyasiga lecheniya dori yozmaganman при этом. Oshqozon hazm qilish traktini yaxshilash, to'rchi infeksiyalarni tuzatish, kasallikni keltirib chiqaruvchi gematomalarni so'ritirishga lecheniya yozib bergan edim. Qanaqa edi, hozir qanaqa bo'lyapti? Aytib bersangiz menga. Bolam 14 ga kiradi yaqinda. 10 yildan beri lecheniya qilaman, lekin 10 yildan beri qilgan lecheniyam olsam 10 kun, 15 kun yaxshi bo'lib turadi.